Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hammaga Alloh shifo bersin. Xursand. Mana shu qizchani baqa chaqirib aytchi. Bugun uni tug'ilgan kuni ekan. Ismi nima edi? Ha? Asalxon. Asalxon? Necha kirding? 14. 14 ga qaysi shahardansan? Qoraqalpog'iston Beruniy. Qoraqalpoq Beruniy. Bizni sovg'amiz senga bordi, olib kel sovg'ani. Olib kel mana. Buni ayaqsa senga. Buni quchoqlab yotasan. Buni tort. Bo'ptimi? Tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, baxtli qiz bo'lgin. Yuzlardan oshib yur ona qizim. Kasal bo'lmagin ona qizim. Sog' yurgin, ha? Katta rahmat. Rosa katta qiz bo'lgin, baxtli qiz bo'lgin. Alloh, tilagimiz shu. Dunyoda kasal qolmasin. Ha. Shifo topdilaringmi? Oldin degan nafasim qisqan vaqtimda kislorod bilan yotishga dedim, ahvolim og'riydi. Shundan keyin oyog'im og'ridi, yana keldim, shifo topdim, Xudoga shukr. Umrlar uzoq bo'lsin, kasal bo'lmanglar. Mana bizni qizimiz bo'ldi endi bu. Mayli, yaxshi bo'linglar. Kattasizlarmi, ketasizlarmi? Ketamiz. Bugun ketasizlarmi? Bo'p. Mayli, yaxshi bo'linglar. Bo'pti, yaxshi bo'linglar, kasal ona qizim. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p.